Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetlik ustazlar ve qarindoshlar. Bizden bugünkü dersimiz Peygamber aleyhisselam ve sahabalarının vaz nasihatleri to'g'risida. Aldı bilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabalarga qilgan vaz nasihatlaridan qisqacha so'zlab o'tamiz. Sahih hadisda bayon qilinishicha, Abu Vail degan kishi mundaq deydi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu har payshanba kuni kishilarga vaz nasihat qilardi. Bir kishi uningga: "Ey Abdurrahmonning otasi, biz sizlarning har kuni vaz nasihat qilib berishlarini yaxshi ko'ratdik" deganda, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu: "Meni sizlarga har kuni vaz nasihat qilib berishdan hech narsa to'sib qo'ymaydi. Lekin men sizlarning har kuni vaz nasihat anglaverib, zirkib qilishinglardan ansirayman." Peygamber aleyhisselam bizning zirkib qilishimizdan ansirab, bizga kun aralab vaz nasihat qilardi. Shuning uchun men sizlarga kun aralab vaz nasihat qilaman dedi. Bu hadis bizga Peygamber aleyhisselamning da'vatdagi amaliy voqeligini bayon qiladi. Uni Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu o'zining amaliyati bilan naql qilib, ondan so'zi bilan ta'kidlaydi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu kishilarga haftada bir qitim, ya'ni har payshanba kuni vaz nasihat qilardi. Har kunida vaz nasihat anglashni talab qilsa-mu, lekin Peygamber aleyhisselam shunday qilgan deb sunnatga amal qilganlikdan ziyoda qilishga unamaydi. Oxirida ziyoda qilmaslikka sababni bayon qilib berdi. U bo'lsa-mu, kishilarni vaz nasihatdan zeriktirib qo'ymaslikdir. Bu hadisdan bizning vaz nasihat temamizga aloqador bo'lgan nuqtalar: birinchi, Peygamber aleyhisselam kishilarga vaz nasihat qilardi. Ularning zirkib qolmaslik uchun ko'p qilmaydi. Ikkinchi, bu vaz nasihatlar kechiktirmasdan darhol yetkazish talab qilinadigan, ma'lum voqelik va o'ringa xos bo'lgan hukmlar to'g'risida nozil qilingan vahiyni o'z ichiga olmaydi. O şekildeki vahiylar darhol yetkaziladi. Bu yerdagi vaz nasihatning temasi bo'lsa, ilgari bekitilgan narsalarni eslatish, nasihat qilish yoki axloqiy tarafga yoki kundalik turmush ishlariga aloqador bo'lgan ishlarni bayon qilishdir. Sahabalar, Alloh ulardan rozi bo'lsin, Peygamber aleyhisselam vafot bo'lgandan keyin kishilarga vaz nasihat qilishdan iborat bo'lgan muhim xizmatni ustiga oldi va shu bo'yicha ado qildi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu shularning biridir. Sahabalar o'zlarining qiladigan ishlarining shakli va mazmunida Peygamber aleyhisselamni ulgu qilardi. Hadisda bayon qilingan vaz nasihat qilishning zarur ekanligini Alloh taolaning buni oyati ta'kidlaydi. "Va zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin." Tarjimasi: nasihat qilgin, haqiqatan nasihat mu'minlarga foydalidir. İrbaz ibn Sariya radhiyallohu anhu Peygamber aleyhisselamning vaz nasihatlarining qandoq bo'ladiganligini bizga eslatib, uningdan bo'lgan amaliy bir ko'rinishni bayon qilib mundaq deydi. Peygamber aleyhisselam bir kuni bizga bomdat namozini o'qib berib, ondan bizga yuzlanib shundoq bir vaz nasihat qilgan ediki, buningdan bizning dilimiz erib, ko'zlarimizdan yoshlar quyildi. Oradan bir kishi: "Ey Allohning rasuli, go'yoki bizga xo'shlashgandek bir vaz nasihat qildilg'o, bizni nima qilishga tavsiya qilila" degan edi. Peygamber aleyhisselam: "Sizlarni Alloh taolaga haqiqiy taqvodorlik qilishga, garchi sizlarga oddiy bir qul boshliq bo'lgan taqdirdimi, uning so'zini anglab, buyrug'iga bo'ysunishga tavsiya qilaman. Men dunyodan ketgandan keyin sizlardan yashagan kishilar nurg'un ixtiloflarni ko'radi. Shu vaqtda sizlar mening yo'limni va to'g'ri yo'l tutuvchi va to'g'ri yo'lga yetaklovchi izbosarlar, xalifalarning yo'lida manglar. Bu yo'lda tavranmasdan mustahkam turinglar. Dinda yangidan paydo bo'lib qitilib qolgan ishlardan yiroq turinglar. Dinda yangidan paydo bo'lgan har qanday ish bid'atdir, har qanday bir ozg'unlikdir." Haqiqatan Peygamber aleyhisselamning qilgan vaz nasihatlari avlod-avlod yetkazilib bizga yetib keldi. Mushu temaning asosliq moddalari bo'lsa, dilni yumshatadigan hadislardan iboratdir. Alloh subhanahu va taolo har birimizni, barliq ishlarimizni
Allah'ın ko'rsatmasi Peygamber aleyhisselamның sünnetiga muvofiq holatda elib berishga, shu orqali dunyo oxiratda nijot topishga, utuq qozonishga muyassar qilsin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.